Moling go'zal, hur bo'lsin. Yuzlarida nur bo'lsin. Mingta xashaki mol kerakmas, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlarga bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan joydan mana chiqaramiz. Xudo xolasa bugungi videoda sizlarga bor ma'lumotlarni, yosh oilalarni narx-navosi, manzili chiroyli qilib yoritib beramiz. Video yoqsa albatta like bosib, kanalda yangilar kanalga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolgan bo'lardik. Birinchi o'rinda mol kameraga sig'mayapti ham. Uzoqroqdan olamiz va aylantirib hamma yog'ini sizlarga ko'rsatib o'tamiz aka-ukalar. Xo'p, u yoqdan ham aylanib ko'r, bu yoqdan ham aylanib ko'r, qo'y ko'r degani jumla jamoatdan. Lekin bizning molimiz ko'rmas. 4 muchasi sog'lom holatda va to'rala tomondan mana aylantirib sizlarga ko'rsatamiz. Molimiz 4 son, oldi, orqa oyoq hammasi joy-joyida, Xudoga shukr. Ya'ni oyoqlarda, tuyoqlarda hech qanday kasallik yo'q. Mana hammasini ko'rsatib o'taylik. Xudo xolasa sigir qilaman deydiganlarga mana zo'r imkoniyat, zo'r sigir bo'ladigan yosh g'unajin. Hurmatli aka-ukalar, kuraytishi ikkita. Agarda kimdir sigir qilishga shunaqa zo'r rossiyskiy parodalardan qidirib yurishgan bo'lsa, bo'ylarini eshitinglar, quloqlaringga ishonib qo'yarsizlar yengil. Bo'yi 1,50 cm. Ya'ni 1,50 bo'yi. Veslarga to'xtaladigan bo'lsak, ozgincha yem yelab qo'ygan 600 kg atrofida. Agarda kimdir sigir qilib olaman deydigan bo'lsa, sigir bo'lishga ham arziydigan holatda turibdi. Yo'q, men qurbonlikka zo'rana qidiryapman deb yurganlarga mana qurbonlik qilishga ham yaraydigan holatda turibdi. Veslari 600 kg atrofida. Qaytarib o'taman, bo'ylari kamida 1,50, 1,50 plus. Veslari esa 600 plus minusiga olaverasizlar. Mabodo qurbonlik qilaman, qancha go'sht qilishim mumkin deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, 300 kg plus minus atrofida go'sht qilaveradi yengil. Lekin qurbonlikka emas, aka-ukalar sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Shu videoyimizda imkon darajasida chorvaga qiziquvchilarga yuborib qo'yinglar, ya'ni jo'natib qo'yinglar. Ya'ni imkon darajasida shu chorvachilik bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimiz bu videoni ko'rsa, albatta zotga buni xarid qilishadi. Nimaga? Chunki sifati zo'r, ham yosh g'unajin. Hali tug'magan, kuraytishi ikkita. Xudo xolasa sut yo'nalishidagi rossiyskiy parodamiz bu. Yelinlarni ham hammasini ko'rsatib o'tamiz. Hammasi joy-joyida aka-ukalar mana. Hali yelinlari kamchiligi yoki nuqsoni borlardan emas. Xudo xolasa ro'zg'oringizni sut qatig'i bilan ta'minlaydigan sigir bo'lib o'tadi. Narxiga to'xtalamiz endi aka-ukalar. Narxi 35 million so'm, ozgina xayriga o'tib beriladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Aka-ukalar, dastavkasiga to'xtaladigan bo'lsak, ming bora uzr so'raymiz. Dastavka qilib berishimizning iloji yo'q. Sabab biz mol olib sotadigan tadbirkor aka-ukalarimizdan emasmiz. Ya'ni biz dehqonmiz, bizda transport yo'q. Mabodo kelishib qoladigan bo'lsak yoki masalan kelib ustida ko'rib, qo'lda mahkam qisib savdolashib olaverasizlar akalar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Transport topib berishimizda iloji bor, lekin gaplashib, shopir-mopir topib berishimiz mumkin olib ketishlaringiz uchun. Xo'p, sizlarga ko'rsatadigan va beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosishni va kanalda yangilar kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.